Hurmatli do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim, men turgan joy Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi Uchqizil suv omborining yonida qilingan ekoturizm bog'zorlarini ko'rishga mana sizlarga ko'rsataman. O'zlar nihoyatda katta bog', nihoyatda katta bu tashkil etilgan, bu gektari ham nihoyatda katta. Undan tashqari shaxsan Surxondaryo viloyati hokim Ulug'bek Qosimovning tashabbusi bilan mana bu Termiz tumanidagi qum cho'l joyida archazorga ko'kalamlashtirishga ko'kalam qilibdi. Mana ko'ringizlar. Bu joylar mana qum joy, mana tuproq ham qum, tuproq emas, qum, mana ko'ringizlar. Shu qum zorda mana yerlarni mana ko'ringizlar. Haydab to'lig'icha archazor tashkil etgan. Yurtboshimizning topshiriqlarini bajardi mana archalari, mana ko'ringizlar. Mana bu taraflari ham nihoyatda katta archazor. Bu oldimiz esa tog'. Bu joylar tashlandiq. Qumzor bo'lgan ekan, tashlandiq maydon bo'lgan. Bu old tarafimizda Uchqizil suv ombori, mana bu taraflarimizda to'lig'icha archalar ekilgan. Mana haydab qo'yibdi. Mana bu taraflarini ham archalar, mana ko'ringizlar, mana nihoyatda katta gektarlar va nihoyatda ko'p ko'chatlar, archalar ekilgan mana. Yam-yashil archazorga aylanibdi, mana ko'ringizlar. Bu joylar hammasi mana ko'ramiz, mana qum. Qumzorni ham obod qilinibdi, mana ko'ringizlar. Shuning uchun aytgan, ko'z qo'rqoq, qo'l botir degani mana shu bo'ladi. Oldimiz mana ko'ringizlar baland cho'llar va nar tomonda Uchqizil suv omboridan suv tortilgan ekan, suv tortilgan mana. Archalar nihoyatda yaxshi rivojlanyapti. Ko'ringizlar, oralariga mana qum joylarida ham o'zlashtirilib, katta yam-yashil maskanga aylantirilibdi, do'stlarim. Shuning uchun bu ishlarni ham boshida shaxsan viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov boshchiligida qilingan ishlarni aytishmoqda menga shu Surxondaryo obunachilarim. Shuning uchun ataydan kelib ko'rib baho beraylik mana qilinayotgan ishlarga. Mana ko'ringizlar archazorlarni. Nihoyatda yaxshi ishlar qilingan. Archalar soni ham endi million desak lof bo'lib ketishi mumkin. Nihoyatda katta gektar, nihoyatda katta maskanni tashkil etyapti mana do'stlarim, archazorlar. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir degan mana shu bo'ladi. Kelgusida bu joylar nihoyatda yashil maskanga aylanib, archazorga aylanib, katta bog'roq bo'lib ketsa, nihoyat Surxondaryo ob-havosini nihoyat tozalab beradi do'stlarim. Mana do'stlarim, bu Uchqizil suv ombori ekan, mana Uchqizil suv ombori. Uchqizil suv omboridan mana ko'ringizlar, nihoyatda katta suv omboridan mana bu archazorimizga tomchilatib sug'orish yo'li bilan sug'orilyapti. Mana ko'ringizlar, yam-yashil bo'lib turibdi. Haydalgan joy undan ham chiroyli. Mana bu joyda mana ushbu katta bir necha 100 gektarlik maydonga, mana bu joyda qum joyga, mana bu joyda mana suv omboridan suvlar tortilib yam-yashil maskanga aylantiribdi. Bu ishning boshida shaxsan Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich shaxsan bosh bo'libdi. Tashabbus Ulug'bek Qosimovniki va bu yerda bir necha endi soni bizga noma'lum bo'lgan archazor, bog'zor barpo etilibdi mana do'stlarim. Eng meni xursand qilgan joyi, Surxondaryoga necha marta kelganman, lekin mana Uchqizil suv omborini o'zim ham ko'rmagan ekanman. Shuning uchun do'stlarim, mana bu taraflari esa nihoyatda katta bog'zorlar. Mana ko'ringizlar, nihoyatda katta bog'. Bu taraf Hayrotanga boryapmiz, Afg'oniston ko'piri tomon. Va bu tarafi esa mana ko'ringizlar, Uchqizil suv ombori va archazorlar. Mana oxiri ko'rinmaydi archazorning. Ko'ringizlar, nihoyatda zo'r archalar barq qurib o'sayapti. Kelgusida kislorodlar chiqaradi, changni yutadi. Shuning uchun Uchqizil suv ombori nihoyatda xursand bo'ldim do'stlarim. Va
Do'stlarim, mana ko'ringizlar. Qum mana. Termiz tumani bilan Angor tumani o'rtaligida qumlar mana. Qum barxanlari. Bu qum barxanlarining yonini esa mana ko'ringizlar, bu archazor, bog'zor, ko'kalamzor tashkil qilingan mana. Archalar hammasi ko'karib mana bu joylar ko'ringizlar mana. Qum. Qizil qum qumlariga o'xshagan Surxon qumlari mana ko'ringizlar mana. O nihoyatda katta maydonga cho'lni, qumni, cho'lni obod maskanga aylantiribdi mana, obod maskan. Ko'ringizlar mana. Oy, voy, bu kelgusida mana bu mahalliy qayrag'och qo'shgan daraxtlar bular ham olib ketsa, bu yo'l bo'yi Xayroton ko'prigiga boradigan katta yo'l nihoyatda obod maskanga aylanib ketar ekan mana. Archazor. Nihoyatda katta maydon. Archazor bu tashkil etilib, Uchqizil suv omboridan suvlar tortilibdi mana. Ko'ringizlar mana qum. Bu ishlarni ham biz to'g'ri e'tirof etishimiz kerak do'stlarim.